Hammaga salom. Evil Show haqida bitta fakt. Qani boshladik. Ismi Shohrux, familiyasi Azizov. Babuyun laqabi bor. 1993-yil 4-iyulda tug'ilgan. Hozirda 32 yoshda. Andijondan, Amerikada yashaydi va ishlaydi. Oilasida bitta o'g'il. Oilasi haqidagi ma'lumotlarni sir saqlaydi. Bloger, lekin blogerligini xuddi hobbidek boshlagan va o'zini bloger deb hisoblamaydi. O'zbek boylarini bachkana deb o'ylaydi. Ota-onasi unga doim motivatsiya beradi. Yoshligidan juda ko'p kitob o'qigan. Detektiv yo'nalishidagi kitoblarni yaxshi ko'radi. Umumiy hisobda 1000 ga yaqin kitob o'qigan, rus va ingliz tillarini biladi. Zo'r TVda ishlagan, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvda chiqqan. Kelajagini Instagramida ko'rmaydi. Amerikaga qanday borganini hech kimga aytmagan. Mashinaning ichida yashashga majbur bo'lgan. Amerikaga kelganida hech kim yordam bermagan. Iqbol ismli eng yaqin og'aynisi bor. Amerikaga kelganida bor yo'g'i $50 puli bo'lgan. Birinchi ishlagan joyi Superburger nomli fast-foodda bo'lgan. Kuniga 40 000 qadamdan ortiq yurishga majbur bo'lgan. Hattoki hojatxona ham tozalagan. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. Hozirgi kunda trak haydaydi va shu trakning ichida yashaydi. Oyiga o'rtacha $1,500 sarflaydi. Chingiz bilan yaqin, lekin uni hate qilishni aytgan. TikTokda battllar qilib turadi, lekin bu ishdan afsuslanadi. So'kinib gapiradi. Hayotda ancha agressiv. Uylanish niyati umuman yo'q. Ayollarga ishonmaydi. Faqat ota-ona uchun yashash kerak deb hisoblaydi. Feministlarga qarshi hozirgi trendlarni takrorlab chiqadi. Muzqaymoq yeyishni juda ham yaxshi ko'radi. Asosan sog'lom ovqatlanadi. O'zbek ovqatlarini juda ham yaxshi ko'radi. Zalda shug'ullanib turadi. Instagram va TikTokda yo'q qilib kerak deb hisoblaydi. TikTokda ikkita akkaunti bloklangan. Sport stilida kiyinadi. Qizlar bilan umuman kelisha olmaydi. Gollivudga taklif tushgan. Rus tilini yoqtirmaydi. Milliylik birinchi o'rinda deb hisoblaydi. Amerikadan ketish niyati yo'q, lekin yaxshiroq takliflar bo'lsa o'ylab ko'rishini aytgan. Amerikaga kelib juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan deb hisoblaydi. Kuchli insonlar Amerikaga kelish kerak deb o'ylaydi. Hech kimga ishonmaslik kerak deb hisoblaydi. O'zining shaxsiy mashinasi bor. $15,000 daromad qiladi. Baxt bu ota-onasining sog'ligida deb hisoblaydi. Bor yo'g'i bitta podkastda chiqqan va podkast oxirida yig'lab yuborgan. Ota-onasini juda ham sog'inadi va ularni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Hozirgi kunda Trans Schoolda ishlaydi. Telegram kanali ham bor. U yerda konkurslar qilib turadi. Juda ham ko'p depressiyaga tushadi. Qizlarning rolini zo'r o'xshatadi. Kompyuter o'yinlarini yaxshi ko'radi. Tennislar o'ynab turadi. Obunachilarni raspakovka qilaman deb aldab ketgan. Instagramda reklamalar qabul qiladi. Nike brendini juda ham yaxshi ko'radi. O'zining Mercedes mashinasi ham bor. O'zini oqman deb hisoblaydi. Amerikalik do'stiga nos chektirgan. Sigaret chakadi. To'g'ri Sodiqov qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'radi. Yoshligida Malibu olishni orzu qilgan. Zara brendining kiyimlarini kiyadi. Amerikadagi Cyberpunk Cityga borgan. Baliq ovlashga qiziqadi. Tuxumni qovurishni yaxshi ko'radi va shundan adrenalin oladi. Instagramda 1,700,000 ta obunachisi bor va 1100 dan ortiq post joylagan. Go'shtli mahsulotlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan taom esa osh. Faqat Instagram va TikTokda ijodini yuritadi. Telegramda esa konkurslar qilib turadi. TikTokda 136,000 ta obunachisi bor. Yanchikning fanati. Reaksiya videolar ham olib turadi. O'zini haqiqiy babuyinman deb hisoblaydi. Ryan Goslingning fanati. TikTokda asosan battle qiladi. Videolarni hech qanaqa ssenariy va tayyorgarliksiz oladi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kommentariyalarda keyingi bitta fakt kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.